Barchaga assalomu alaykum. Husaynbek Sharipov, assalomu alaykum. Va nihoyat siz keldingiz mani Soul Life YouTube podkastimga. Juda xursandman. Chaqirganingiz uchun rahmat. Tashakkur. Zo'r. Boshlaymiz Xudo xolasa. Albatta. Husaynbek Sharipov. Bu kim? Husaynbek Sharipov kriptovalyuta sohasiga 2020-yil kirib kelganman. O'rtoqlarim orqali hamda mining orqali desa ham bo'ladi, lekin bu narsada chuqur tushunchaga ega emasman. Ammo 21-yilda birinchi bo'lib, boshida albatta Binance'da savdo-sotiq qilardim, lekin 21-yili, adashmasam aprel oylarida DEX'ni mazzasini birinchi marta tatib ko'rganman. Ya'ni $1,500 tanishlarim bitta token topdik DEX'da deyishdi. Men umuman tushunmayman. $1,500 sanga ham olamiz, olaylikmi deyishdi. Mayli ollaring dedim. Birjada yuribmiz endi, men DEX nimaligini tushunmayman. 5 yil oldin bo'lgan voqea. 2021-yil aprelda. 4-5 yilda. 2 soat o'tyapti, kошелек adresini ber deyishyapti. Хорошо, nima bo'ldi debman. $5,000 menga tashib berishyapti. O'ta yaxshi. Qancha vaqt davomida? 2 soat. 2 soat. 1,5 3x. Da, 3x. 5,000 tashib berishyapti, 6,5 bo'lgan o'zi. 1,5 prosta olib qolgan, u meni o'rnimga to'lagan-ku. Komissiya. 2 soat orasida bo'layotgan narsa. Men shunda to'xtatdim, nima qilding dedim, sen nima bo'ldi dedim. Keyin shu bilan kirib ketdim o'sha DEX yo'nalishiga. Endi 20 yilga orqaga qaytamiz. Ozgina siz asli qatlisiz, qayerda tug'ilgansiz? Jizzax viloyati Paxtakor tumanida tug'ilganman. O, Jizzaxliklar bormi? Qulab-quvvatlimiz izohda. Keyin Toshkentga ko'chib kelgansiz. 2000-yilda oilaviy Toshkentga ko'chib kelganmiz. Maktab, litsey, universitet, armiya, это всё, institut, sharqshunoslik bitirgansiz. Da, sharqshunoslik bitirganman va 2020-yilda kriptovalyuta sohasiga kirib kelganman. Sharqshunoslik institutida o'qib, nechta til bilasiz hozir shunda? Rus, o'zbek, ingliz tili, intermediate уровеньda da. И всё, в принципе. Arab tili o'rganishadi, farsi O'rganishadi farsida. O'rgatishadi. O'rganishgan bolalar o'rgangan bo'lsa kerak. Yalla habibi, okey. Davom ettiramiz va o'zingiz shaxsiy hayotingiz bo'yicha so'nggi savolim. Endi men o'zim bu narsani o'ylab topganman. Недооцененный restorator, ya'ni bir nechta restoranlaringiz bor, ammo siz bu yo'nalishda blogda, mediada umuman nima desam bo'ladi? Umuman kontent qilmaysiz, yaratmaysiz va sizni hech kim restorator deb bilishmaydi. Ammo meni bilishim bo'yicha restoranlaringiz top darajada turadi. Hozir nechta qaysi restoranlaringiz ishlayapti? Nomer 1 Bek restoran shaxsiy. Hozir restoran haqida gapirsak, kriptovalyutadan pullari shundan deyishadi. Qisqa. Хорошо. Restoran, сеть restoranов Bek. Ya'ni o'zbekchasiga qanday bo'ladi bilmayman. Bek, Sim, Nur, Kishmish, Arkenskida Bek. Hisoblasak, oilangizda 20 tadan ortiq restoranlar mavjud. Hisoblasak chiqadi. Yaxshi, bo'ldi. Endi o'zimizni maxsus mavzuga qaytamiz. Va birinchi savolim shundan iboratki, Husaynbek, odamlar hali ham nega sex, ya'ni markazlashgan birja ishlatishadi? Axir DEX xavfsizroq-ku, birinchidan. Ikkinchidan joiz, nojoiz joylari bor. Shuni bir oydinlik kiritsangiz. Nega sexda ishlashadi? Bunga asosiy sabab men o'ylayman, asosiy sabab ko'pchilik insonlarni bilim emas. Ko'pchilik insonlarni o'zi kriptovalyutaga pul, ya'ni pul ishlash. Ko'pchilik influencerlar o'zi atrofda Telegram, Twitterda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar ma'lumotlar shunga kelib taqaladiki, Binance yoki boshqa markazlashgan birjalarda qaysi bittadir coinni sotib olsang, mana buncha foiz o'sadi, или же там futuresda pul qilsang bo'ladi degan narsa bilan qarmoqqa ushlab olib kelishadi odamlarni va ular shu yerda ishlaydi-da, ularning xayolida men kriptovalyutada ishlayman degan fikr bo'ladi.
То есть ularning asosiy maqsadi Binance, ну то есть mana shularda pul ishlash. Bu birinchisi. Ya'ni targetga uradigan narsa bu Gentra, BMW M5 haydash xohlaysanmi? Unda meni havolam orqali Binancedan ro'yxatdan ketdi. Kriptovalyutada ishlash hech kimga qiziq emas. Qiziq emas. Prosta pul ishlash kerak. Qanaqa yo'l bo'lishidan qat'iy nazar bor. O'shaning uchun ular markazlashgan birjaga kirib olgan, markazlashgan birja interfeys ishlatilishi juda oson. Juda qishloqdagi bironta hech kimni xafa qilmoqchi emasman, qo'y boqaram bemalol ishlata oladi. DEXda ishlash uchun esa markazlashmagan birjada ishlash uchun esa juda chuqur bilim kerak. Uni hech kim olishga tayyor emas. O'rgangiz kelmaydi. Pul ishlash uchun odam ko'p ish qilgisi kelmaydi. Ozgina ishlab ko'p pul topsa eng zo'r foyda. Bizga Reels, Shorts ko'rib doom scrolling qilish va Gentra, BMW M5 haydash. Tamom. Endi shunaqa. Shuning uchun ko'pchilik TEXda, DEXda deydi kirish. Bu joy точно Reelsga ketadigan narsa. Yaxshi, ikkinchi savolga o'tamiz. DEXlarda ro'yxatdan o'tmasdan savdo qilish mumkin, lekin bu qanchalik xavfsiz? Kriptovalyutada ishlash degan o'zi ma'nosi, bitta narsani tushunish kerak odam. Binance'da siz akkaunt ochib Bitcoin sotib olsangiz ham, sizga hech qachon haqiqiy kriptovalyuta blokcheynda Bitcoin berilmaydi. Men buni bilaman, ammo ko'pchilik bilmaydi. Ular o'ylaydiki, men kriptovalyuta sotib oldim. Unaqa emas. Bu yerda Binance ichki daftarchasida sizning akkauntingizga bitta Bitcoin yozib qo'yilgan bo'ladi. Haqiqiy Bitcoin sizda bo'lmaydi. Chiqarmoqchi bo'lgan paytida berib olasizlar. Chiqarmoqchi bo'lganingizda qo'lingizga beradi. No. Niday bog', Xudo ko'rsatmasin, qandaydir situatsiya bo'lib qolsa, sizning pulingizni qo'lingizga bermasdan shuni akkauntingizni bloklab qo'yish ham mumkin. DEXda esa markazlashmagan birjada sizni har bitta blokcheyn uchun o'zingizni seyfingiz bo'ladi. Va u seyfda siz haqiqiy Bitcoin sotib olyapsizmi? Haqiqiy blokcheynda yozilgan raqamli kodga ega bo'lgan kriptovalyuta haqiqiy kashlogingizda bo'ladi. Mana shu narsa agar xavfsizlik bo'lmasa, yana nima xavfsizlik? Shunaqa to'ppa-to'g'ri javob va nihoyat biz bu savolga javobini oldik. Sizga ko'ra kelajak bu DEX yoki TEXlar qaysi biri g'olib chiqadi? Men o'ylaymanki, TEX baribir katta likvidliklarni TEX o'zida ushlaydi. Nima sababdan? Chunki yirik pullar hamda mana masalan men ham juda yirik pullarim bo'lsa edi, yuridiskiy orqasida biron bir kompaniyani orqasida yuridiskiy kimdir tursa, direktor, menga ertasi kuni kimdir javob beradigan odam tursa, men o'zimni tinchroq his qilaman. O'shaning uchun men o'ylaymanki, TEX birjalari baribir katta likvidlikni har doim o'zida ushlaydi. Lekin DEXlar ham bu narsadan qolishmayapti. Hozirgi kunda bir ikkita hyper liquid degan DEXlar bor, qaysiki Binance'ga уже qarshilik ko'rsata olyapti. Unaqa javobni kutilmagan edim, lekin qiziq, juda qiziq. DEX zo'r bo'ladi deb o'ylovdingizda? Shunaqa siz endi DEX chiqsiz. Xo'p, hozir navbatdagi savolim men boshlab beraman. Siz davom ettirasiz. TEX, Binance xohlaysizmi, xohlamaymizmi? Birinchi o'rinda Binance. Undan keyin o'ylayman BingX yoki OKX yoki MIXC. Bybit O'zbekistonda uncha mashhur emas. Bitget, OKX va MIXC. Ikkinchi o'rinda Maxda. Va uchinchi o'rinda Bybit, Coinsbit va hokazo tier 2 birjalar. DEXda bu yerda asosiy moment qaysi blokcheynda bo'lishni. Bu DEXda asosiy savol qaysi blokcheynda savdo qilishingizga bog'liq. Ya'ni har bitta blokcheynning o'zini DEX bozori bor. Uni bilamiz. Men bilaman. Har bitta nima. Obunachilar bilmasa kerak, yana ham yo'q bor, mutaxassislar bor, ammo shunga qaramay javob beradigan bo'lsak, savolingizga javob beradigan bo'lsak, hozirgi kunda eng zo'r ketayotgan blokcheyn bu Solana. O'shaning uchun Solana'ni DEXlari, ya'ni Raydium, Jupiter birinchi o'rinda. Jupiterni eshitganman, Raydiumni eshitmaganman. Kunlik oborot o'shalarda bo'ladi. Ikkinchi o'rinda esa albatta Ether hamda Uniswap. Bu juda katta likvidlikka ega bo'lgan DEX nomer 2. Hozirgi kunda u
juda tez rivojlanib kelayotgan Base blockchain tokenlari ham o'ziga olgan va Base blockchainning savdo sotig'i ham hozirgi kunda top 3 talikka kiradi. Hamda Binance Smart Chain, Binance orqasida turgani uchun, BNB orqasida turgani uchun PancakeSwap. To есть u ham juda katta kunlik оборот hamda likvidlikka ega bo'lgan. Endi savol bermoqchi edim, PancakeSwap qayerda qolib ketdi? Unda meni bilimim DEX bo'yicha vashi mutlaqo boshqacha ekan. Men o'yladimki, hozir Hyperliquid bo'ladi, PancakeSwap bo'ladi. Undan keyin Ton blockchainda DYDX bor, keyin yana bir ikkita birjalar bor. Ular hisobda emas, topda. Sizning topingiz bo'yicha. Nima deydi? Kuzatuvchilarga bitta insight emas, fundamental yordam beradigan defilama.com degan platforma bor. O'sha platformaga kirib, blockchain bo'yicha har bitta DEXda bo'layotgan bir kunlik savdo sotiq hajmini bemalol ko'rsangiz bo'ladi va hozirgi kunda ochsangiz ham PancakeSwap, Uniswap, Jupiter, PumpSwap shular ketadi. Topda chiqadigan. Da, Tonniki это, я думаю, hozir top 100 tadan keyin. Wow. Da, Tonda chunki hozirgi paytda ammo O'zbekistonda faqat tonni bilishadi DEXlar bo'yicha. Meni bilishim bo'yicha endi men DEXda ham juda yirikli ishlaydi hozir. O'zbekistonda aytganimizdek, hozir imini shu haqida tema, что DEXda O'zbekistonda juda kam odam ishlaydi. Chunki hali qonunga rioya emas, qonunga hali kuchga kirmagan. Da, huquqiy tartibotga hali to'g'ri solinmagan. Do'stlar, eslatib o'tamiz, disclaimer. O'zbekistonda faqat ro'yxatdan o'tgan birjalarida ishlashimiz mumkin. Navbatdagi savolim, DEX orqali qanday qilib passiv daromad olishim mumkin? Farming bor, stakinglar bor, olib sotish va hokazo. Qaysisinda ko'proq daromad mavjud? Mana shu joyda boyagi xavfsizlik nuqtasi juda katta rol o'ynaydi. Chunki masalan Binance birjasida ham siz o'zingizni masalan $100,000 pulingiz bo'lsa, siz yillik daromadga xuddi bankka qo'ygandek muzlatib qo'yishingiz mumkin. Ammo biz boya aytganimizdek, siz bu pullarni Binance'ga berib qo'yasiz va bu juda xavfli. Odamning qancha ko'p puli bo'lsa, birovga berib qo'yishga qo'rqadi. DEXda esa DEXda ham xuddi shunaqa decentralized finance, ya'ni DeFi degan xuddi bankka o'xshagan platformalar bor. O'sha yerda siz o'zingizni seyfingiz bilan smart kontrakt orqali hech kim orangizda turmaydi. Siz yillik daromadga qo'yib qo'ysangiz, yiliga 6, 7, 10% har xil protokollarda har xil foiz xohlagan payt olib chiqsa bo'ladi. Xohlagan payti kiritasiz, xohlagan payti olib chiqib ketasiz. Zo'r. O'rtada hech kim bo'lmaydi. Bu juda xavfsiz. Zo'r yechim. Endi xavfsizlik bo'yicha keladigan bo'lsak, mana yaqin kelajakda bo'lgan voqeamiz $2,700 ga uxlatib yuborishgan. Sababchi men emasman, lekin meni nomimni skam qilib, rasmlarni qo'yib, Telegram username boshqatdan tuzib, sizga yozib, shuni bir batafsil qilib aytib bersangiz bizga, o'zi qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? $2,700. Kechadan oldingi chislo 17-oktyabrmi, hozir men точно esimda yo'q. 17-oktyabr kuni bo'lgan. 17-oktyabr kechqurun to'ydaman. Muzika shovqin bo'ldi. Buxoro to'yi bo'ldi. Buxoro to'yi emasmidi? Yo'q, Samarqandcha to'y, no Toshkentda bo'ldi. Toshkentda bo'ldi. To'yda o'tiribman. Telegramimdan video, oddiy zvonok kelyapti. Akkaunt siz akkaunt. Tohir Sultonov da. Tohir Sultonov. Meni yana kontaktimda sizni o'zingizni Tohir Sultonov deb yozib qo'yasiz-ku. Shunday saqlanib qilib qo'yganman. Tohir boshqa hech qanaqa nickname qilmaganman. Tohir mining. Da, Tohir Sultonov turibdi. Tohir Sultonov menga zvonok cholyapti. Men to'ydaman, ko'tarmoqchi bo'lyapman, endi nima, o'chirib qo'yapti. Ochyapman. Gruppa ochilganda, gruppada takoy Husaynbek yo'q. Bezavtra meni отметка qilganda o'zimni username'imni shunaqa срочно pul kerak, u yoq debdi-da. Вообще meni xayolimga umuman kelgani yo'q, что bu yerda nimadir mashinachiskiy sxema bo'lyapti. Da, tasavvur qiling. Mana shunday gruppada ochyapman, o'qiyapman. Tohir Sultonov hozirgina menga telefon qildi. Как бы вниманием hozir tushunyapman, что вниманиемni tortish uchun. Kiryapman, nimadir yozyapman men. Bo'ldi, hozir men gaplashaman deb, qanish telefon qilyapman qonuniy kripto обменникka. Telefon qilib shu masala bo'yicha rosa bir 1 soat, 2 soat cho'zilyapti. Men to'ydaman, har yarim soatda ochyapman, bolalar nima qilyaptimi? В общем, nima deydi, oxirgacha yetkazib berdim bolalarning ishini. 1 soat, 2 soat ichida
umuman tekshirmasdan, umuman o'ylamasdan tashlab berdi. Xulayapman kechqurun nima yozilgandi u gruppada Tohir Sultonov pulni beraman degandi. Ertasi kuni $2700. Ertalab uyg'onyapman, ertasi kuni xayolimda Tohir Sultonovga telefon qilaman-da, pulni olaman deyapman. Shuni ochyapman. Boya gruppaga kirsam, mendan tashqari ikkita udalyonniy akkaunt prosta сообщение yozgan turibdi. Foydadimda ras siz bilan chatimni ochyapman. Shuni chatda qarasam, hech narsa gaplashilmagan bu tema haqida. Сразу bildingizmi? Да, сразу bildim. Naskолько просто Sotsial injinieriya deydi. да, juda oddiy. Но при этом umuman ahamiyat bermadim. Tiniq o'tgan. Да, hatto подписчиklarimga, bolalarga Xavfsizlik bo'linglar. gapiramiz. Men bu yo'nalishda juda kuchliman deb o'zimni prepodnosit qilaman, no. Lekin kutilmagan joydan. Kutilmagan joyda tutildim. Seed frazani saqlanib qilamiz. Da. Ano xavfsizlik, web 3 boshqa gapiramiz. Da. Qachon berasiz pulimni? Mashka agar ko'rayotgan bo'lsang, no, baribir bu pullar teshib chiqadi. Chunki O'zbek Alloh lekin bor. o'zbekcha gapirdi, yozdi, kstati. Hozir AI bor, sun'iy intellektlar bor, Balkim, perevod balkim qiladi, boshqa bo'lishi qiladi. mumkin. Da. Xo'p, endi finalniy stadiyaga o'tamiz. Blitz, qisqa savol, qisqa javob. Ha, yo'q yoki bittasini tanlaysiz. Da. Bitcoin yoki Ethereum? Efir, Okey. Cex yoki Dex? Dex. Trezor yoki MetaMask? Trezor nima u? Kошелек, hamyon, sovuq hamyon. Короче, ikkovi ham emas. Okey. Da, EVM bo'lsa Rabbi Wallet. Okey. Ton yoki BNB? BNB, BNB yoki Solana? Solana, Savdoda sabr yoki xavf? Sabr, Telegram yoki Instagram? Telegram, Telegram yoki YouTube? Telegram, Okey. Toshkent yoki Dubay? Toshkent. Yaxshi. NFT ni foydasi bormi yoki Albatta. o'tgan trend? Yo'q, albatta. Bor. Men u NFT gapirilmaydi. Bu albatta. Da. Javobi albatta. Da. Qachon sotib olish kerak? NFT nimi? Yo'q. Da. Ko'rganda yoki ishonch bilan? Ishonch bilan. Okey. Agar bugun $1000 bersam, qayerga sarmoya qilardim? Efir. Efir. Podkast uchun rahmat. Всё, что ли? Да. Серьезно? Отлично. Давай чуть-чуть поговорим. Yoqdimi, yoqmadimi? Отлично. Super. Doim savdoga kirib sovuqqon bo'lamiz. Xavfsizlik birinchi o'rinda bo'lsin va sizning so'nggi tilagingiz, nastavleniya, tavsiya, maslahat. Да. Заново спроси. Obunachilarimizga qanaqadir tavsiya yoki maslahatingiz? Har doim bozorda ishlayotganda qaysi bitta ya'ni o'sadigan tokenni topish bu asosiy narsa emas. Siz bitta tokenni topishingiz mumkin, u 10x beradigan. Lekin siz 10x gacha ushlamasligingiz mumkin. Kriptovalyutada ishlayotganda eng asosiy e'tibor berishingiz bo'lgan narsa bu o'zingizni, pulingizni to'g'ri taqsimlab bilishingiz kerak. Qancha foizini Bitcoinda, qancha foizini USDTda, qancha foizini riskli tokenga ishlatishni bilsangiz, o'shanda kriptovalyutada qanaqadir natijaga ega bo'lasiz. Va hozirgi aytgan narsam kriptovalyuta bilan bog'liq emas. O'zingizni, pulingizni boshqarishni bilmasangiz, sizga kriptovalyuta ham yordam bera olmaydi. Mana shunday do'stlar. Shuni orqasiga bitta muzikani qo'yib qo'yamiz, Irilsga ketadigan narsa. Dum dum dum. Bo'ladi.